devorga suyanib o'tirsam, devorda orqasidan bitta so'zni eshitdim. Bi izzatika va jalalik. Ey Robbim, seni izzating bilan, seni ulug'liging bilan qasam ichaman. Ey Robbim, men gunoh ishlarni qilayotganda senga qarshi chiqib qilganim yo'q, ey Robbim. Ey Robbim, men gunoh ishlarni qilayotganimda sen beradigan azobdan g'aflatda emas edim. Ey Robbim, men gunoh ishlarni qilayotganimda azob bersa berarsin deb qilganim yo'q. Ey Parvardigorim, seni ko'rib turishligingdan men g'aflatda emas edim. Sen ko'rib turguvchi zotsan, lekin nafsim shunga meni olib bordi. Gunoh ish qilishlikka nafsim olib bordi. Meni badbaxtligim men mashinaga undadi. Yomon gunoh ishlarni qilishlikka meni undadi. Ey Robbim, gunoh ish qilib qo'ydim. Lekin sen meni gunohlarim bekitganing meni aldab qo'ydi, mag'rurlantirib qo'ydi. Fal'an min azabika man yastanqizuni. Endi sen azobingdan meni kim qutqaradi?